Hammaga salom o'rtoqlar. Men bu ovqat nomini nimaligini bilmadim, lekin sizlar bilan tayyorlab ko'ramiz. Agar sizlarda uylaringizda ham sir, kolbasa, tuxum, pomidor bo'lsa, shu masalliqda o'zi yetar. Birinchi bo'lib ishimizni pomidor to'rg'ab olishdan boshlaymiz. Pomidorni birinchi 2 ga bo'lamiz, keyin 4 ga bo'lamiz, shunaqa qilib tayyor qilib olamiz. Keyin navbat bo'lsa kolbasaga. Kolbasa ham o'zlarining xohishlaringga qarab to'g'ashlaring mumkin. Endi bo'lsa navbat sirga. Sirda ham erib ketadigandan tanlasalaring, shunaqangi zo'r bo'lib chiqadi. Sirlarimizni ham birin-ketin chiroyli qilib to'rg'ab olib, navbat chesnokjonni ham chiroyli qilib to'rg'ab olganimizdan keyin masalliqlarni shunaqa qilib tayyor qilib olamiz. Endi skоворodkani qizitishga qo'yib, qolimizni ham shunaqa qilib kuydirib olamiz. Skоворodka qizigandan keyin o'simlik yog'i quyib, pomidorlarni birin-ketin chiroyli qilib terib chiqib, keyin bo'lsa chesnokni solamiz. Chesnokni ham chiroyli qilib qovurib olganimizdan keyin pomidorda o'zi etlari ajralib qoladi. Ularni olib bo'lganimizdan keyin yaxshilab ezib olamiz. Endi qo'yamiz-da, tayyor bo'lguncha biz tuxum massasini tayyorlab olamiz. Men 2 ta tuxum chaqdim, ustiga tuz sepdim, aralashma sepdim, qarasam yetmaydi. Shuning uchun yana bitta tuxum olib kelib, yana soldim, aralashtirib tayyor qilib qo'ydim. Endi ezilib ketgan pomidorni ustiga kolbasalarni terib chiqamiz. Tayyor bo'lgan kolbasani qarasam 70 kun ishlab beli bukilgandek bo'lib bukilib qoldi. Hamayli charchashmasin deb u tarafini ham qizartirgan qilib qo'ydim. Xullas o'rtoqlar, bu yerda men telefonimni qaramaganman, telefonim zarrati o'chib qolibdi. Tuxumli massamizni qo'yganimizdan keyin ozgina dimlab, ochib ustiga sirlarni terib chiqamiz. Sirlarimiz eriguncha yana ozginaga dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, ajab sandadirmidi nomini bilmadim. Endi xayolimga kelib qoldi. Shunaqangi zo'r bo'pti o'rtoqlar. Ishoninglar, qilib ko'rmasalaring bo'lmaydi. Bitta o'zim bo'lganim uchun bitta o'zimga tayyorladim. Sizlar zavtrikka ham tayyorlashlaring mumkin. Zo'r chiqibdi. Kimga qoyil? O'zimga qoyil. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Hammaga xayr.